G'oyib bo'lgan G'alit Maxluqning uyi. Qara Lili, men govuni yo'g'intib etdim. Men endi yo'g'on Maxluq bo'ldim. Men yana aslim qaytib keldim. Chaqiraq ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chaqiraq ekran? Moskvadagi ma'lum bir joyda bir G'alit Maxluq yerdan muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda G'alit Maxluq yerdan muhtoj bo'lsa, G'alit Maxluq matematik atirtish paydo bo'ldi. Bu ko'pluq G'alit Maxluq xonim ekan. Tangrimga shukri, yilimiz sizlar borkansizlar. G'alit Maxluq matematika atirdi, mening G'alit Maxluq uyim yo'qolib ketdi. Bu rostli G'alit ishkan. Shunidan Markaz atdigan men bozor aylanig'li chiqib ketgan. Qaytib kelgan vaqtimda uyning yo'qolib ketganligini payqadim. Andish qilmang. Shuning ishni menki G'alit Maxluq matematika o'qimadim paydalanib uyingiz cho'qib topadi. Shunda, chunki G'alit Maxluq matematika o'qimay har qanday masalani hal qiladi. Chunki G'alit Maxluq matematika o'qimay amaliyot mavjud. G'alit Maxluq matematika atirdi, sizlarning bu ishni hal qila oladiganligini ishlatdim. Unda sal turib ko'rishaylik. Ey, G'alit Maxluq matematika atirdi qo'shilib birlikda vazifa o'rnig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Bizga qo'shilishni qilamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifa o'rinishimizga yordam beradi. Bugungi G'alit Maxluq matematika askartma so'zi bo'lsa, o'lcham. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda G'alit Maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangla. Matematikaning qiziqarli sirlarini o'lcham. Hozir demaysan-ku, kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rgan andin degin. Ha, shunday qilay. G'alit Maxluq matematika atirdikilar, yo'lga chiqaylik. Yo'qolib ketgan G'alit Maxluq o'yin tep chiqaylik. Köpüt xonim, sizning yo'qolib ketgan uyingiz qanday shaklda edi? Keling, sizga ko'rsatib qo'yay, Markaz. Mana bu ermak hayvonim kichik yo'qliq bilan uyimning oldida tushgan rasm. Uyingiz haqiqatan cho'nkan. Kichik yo'qliqni o'chog'ida bek kichikkan to'q. Bak, qitim kelib ketdi. Bo'ldi, kichik yo'qliq bu oq ko'ngil G'alit Maxluq akani bo'zaq qilmagan. Kichik yo'qliq rasmdagi silishtirganda haqiqatan cho'ng bo'lib ketibdi. Shundaq. Uning yo'ngi ilgirga qaraganda ko'p uzrab qoldi. Shundaqmi kichik yo'qliq? Baxtligimni keltiryapsan kichik yo'qliq. Uyingiz qanday yo'qolib ketganligini bilgim kelyapti. Qaranglar, usulchi Maxluq kelyapti. U har qanday usullarni o'ynay oladi. Bizga g'oyib bo'lgan G'alit Maxluq o'yini qanday qilganini topqilib bo'lganini aytib beralamsan? G'alit Maxluq qanday qilish kerak? Gapimga quloq solib, muzikaga ergishib o'ynanglar. O'ng so'lga minib, andin to'yga qaranglar. Shundaqda sizlar kichik, o'tiral, cho'ng bo'lgan 3 barmoqlik izni bayqab qolasizlar. Maddani qadam ilib, o'tiral barmoq izni bo'ylab mangsanglar, topolaysizlar. Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Biz birlikda G'alit Maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. O'lcham, ko'pchilik tayyorligini olibdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1 2 3 O'lcham. Qaranglar, biz muvaffaqiyat qozondik. G'alit Maxluq matematik ko'rchi ekran keldi. Bir kichik maxluq qanqima karvat ustida sakrayotdi. Bir kichik maxluq bilan o'tirahal maxluq qanqima karvat ustida sakrayotdi. Bir kichik maxluq o'tirahal maxluq va bir cho'ng maxluq birlikda qanqima karvat ustida sakrayotdi. Faqat bir cho'ng maxluq qanqima karvat ustida sakramoqda. Bu bizga cho'ng yordam bo'ldi. Biz hozir cho'ng, o'tirahal kichik deganning ma'nosini bilib oldik. Shuni esimizda tutishimiz kerakki, usulchi maxluq bizga g'oyib bo'lgan o'yin tepishda o'tiral izni bo'ylab menglar degan. Kichik, o'tirahal, cho'ng bo'lsa matematiklik atalg'ular hisoblanadi ekan. Shu matematika atatikilar qani yo'lga chiqaylik, birlikda o'yin izlaymiz. Biz birlikda G'alit Maxluq matematika foydalanaylik. Oy! Undaqda bizmi o'ng so'l yo'linish bo'yicha mangaylik. Qani yuringlar. Qaranglar, barmoq izi bor ekan. Bizning izlaydiganimiz bo'lsa, o'tirahal put izi. Cho'ngmi emas, ham kichikmi emas. O'tiral put izini izlaymiz. Makes, o'tiral put izi qaysi shu? Bu put izlarining hammasi mening putimdan cho'ngdaq qiladi. Biz o'tiral put izini tepib chiqish uchun albatta birin-biri selishtirib chiqqanda o'tiral put izini topa olamiz. Qanday selishtiramiz? Bu put izlari butun ko'chalarga tarab ketgan tursa. Mening bir amalim bor. Yaxshimisan G'alit Maxluq matematika ko'rchi ekranni sen bu yerdagi har bir o'lchamdagi put izlarini rasmdan olasan. Lili, sen nima qilmoqchi? Endi biz bu put izlarini bir-birlab turga ayirib chiqsak, ularni cho'ng kichikdan silishtira olamiz. Bu yaxshi amal ekan Lili. Qaysi eng cho'ng? To'g'ri bo'ldi. Men eng cho'ngni bu yoqqa tizay. Undaqda qaysi eng kichik bo'ldi?
Men bilaman. Mana bu kichikka. Bu put izi en küçük mü? Ya hata bo'lib qoldi. En küçüğü mana bu. Aslida men shuni demoqchi edim. Ondaqda kichikini bu yerga tizib qo'yay. Endi sadi qaysi o'tirxal put izi bo'ldi? Shu ekan, o'tiral put izi, qaltis. O'tirxal qadam izini bu yerga qo'yay. Sizlar bu yerdagi put izlarini ko'rsatish ekranidagi o'tiral put izlariga o'xshaydiganligini bayqadinglarmi? Haqiqatan o'xshaydi ekan. Shundoq. Biz g'oyib bo'lgan uyning put izini tepib chiqardik. Matematika atirdilar. Qaltis qildinglar. Biz matematika bilimlarini g'alaba oldik. Usulchi maxluqning degini bo'yicha mardona qadam bilan o'tir qadam izini bo'ylab menishimiz kerak. Bundaqda biz mardona qadamlarimiz bilan yo'lga chiqaylik. Bundaq menish nima degan qiziqarlik. O'tiral put izi g'alati maxluqlar bog'ichisiga tutashdi. Undaqda g'alati maxluqning uyi cho'qinmish tarafda. Lekin uni ko'rmadim-ku. Men hech nimani ko'rmadim. Ko'z oldimdagi sariq yo'nliq narsa to'sib oldi. Sariq yo'nliq narsa g'alati ish. Qani qayerda? Voy, aslida sen kelsan makes. Tinchlikmi? Yaxshimisan? Bu daraxtlar bizni to'sib olg'achqa tepish tezki to'xtayotgan o'xshamamdi. Balkim yamishni supisiga chiqsak aniq ko'ra olishimiz mumkin. Yamish chiqsak? Voycan. Faqat g'alit maxluqlar. Hey, nimishqa bu qarovul g'alit maxluq bizni kirgili qo'ymaydi? Faqat o'lchamga uyg'un kelgan maxluqlar yamish supisiga chiqsa bo'ladi. Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini yana deyishimiz kerakligini bildirdi. Tayyorliginglar bitdimi? 3 sanayman. 1, 2, 3. O'lcham. Qaranglar, g'alati maxluq ko'rsatish ekrani keldi. Bir kichik maxluq serilma taxtining ustida. Bir kichik maxluq va o'tirxal maxluq serilma taxtining ustida. Bir kichik maxluq, bir o'tirxal maxluq va bir cho'ng maxluq serilma taxtining ustida. Faqat birli cho'ng maxluq serilma taxtining ustida qoldi. Cho'ng kichik o'tirxal qatorliq munosabatga uqumli unvonligimiz nayt yaxshi bo'ldi. Zat qancha cho'nglikki maxluq bu yamish supisiga chiqsa bo'lganligini bilgim kelyotdi. Yamish supisiga chiqish uchun normal cho'nglikdagi g'alati maxluq bo'lish lozim. Cho'qim mening putimdan egiz bo'lish, burnimdan pakar bo'lish shart qilinadi. Uning putidan egiz, burnidan pakar. Meni bo'y egizligimdan shart to'shamdi ekan. Sizlar qanday qaraysizlar? Go'u qarovul maxluqning putidan egizmidi? Kechirgin go'u. Sen qarovul maxluqning putidan pakar ekansan. Bek kichikkansan. Undaqda mencho. Maxning bo'y egizligi bilan yamish supisiga chiqsa bo'lamdi. O aniqla qarovul maxluqning putidan egiz, biroq u uni burnidan pakarmidi? To'g'ri. Max qarovul maxluqning burnidan egiz. U bekli yo'q ekan. Amisa sancha Lili. Shundoq, balkim sening egizligan supuq yamishga mos kelishi mumkin. Qanday qaraysizlar? Lilining bu egizligi supuq yamishga mos kelamdigandi. U cho'qim qarovul maxluqning putidan egiz, ham uning burnidan paka bo'lish kerak. Shundoq, bek egiz emas, ham bek pakarma emaskan. Lili o'tirib ekan. Tiz berib yamish supisiga chiqib ko'rib baqal Lili. Amsi men chiqib ketdim, ha? Üstüne nemini gördün? Men g'oyib bo'lgan g'alat maxluq o'yini ko'rdim. U av daraxtlarning kendiga yoshinibdi. Otınlaylı matematika atirdikilar. Var qildim. Sen ko'p put xonimning uyi bo'lamsan. To'g'ri, men shu. Va, seni oxiri topdik. Udaqma, bo'ldi qilgan. Bekli qidig'im ketdi. Bo'ldi, qochma. To'xta. Kechiringlar, mening qidig'im ketsalar qochib ketaman. Shunga birining qidiqlishini ben qo'rqaman. Biz seni qidiqlamaslikqa va'da beramiz. To'xtab tur. Sen qidig'ing kelishdan qo'rqib shun qochib ketganmi? Chunki birisini qidiqli shunda. Shundoq. Kim o? Meningcha cho'qim kichikroq qidiqilgan-ku deyman. Ko'p xonimning baqqan ilk ermak maxluqmi? Undaq emas-ku. Uning seni qidiqlashi mumkin emas-ku. O shunchalik kichik tursa, hatto kichik maxluqning qidig'ini keltira olishimi tas. Biroq rasmda kichik ko'ringan bilan, lekin biz ko'p xonim bilan ko'rishgili borgan vaqtida bu esingdimi? Esimda qolishicha, kichik yo'li xilli cho'ngib qolgan. Uning ustiga uning yo'llari shundoq uzun. Meni qidig'ini keltirib etgan.
Şoň kichik yo'nluq seni gıdıklaptı-da. Menimkim şundaq qol deyman. Biz sana kichik mag'luq endi seni g'idiqlamay deb kapolat bersak, biz bilan qaytishni xohlamsan? Biroq Leyli, biz kichik yo'nluqning uni endi gıdıklamaydiganligi qanday kapolat bera olamiz? Mening amalim bor. O nima qilmoqchi? Onundan beri g'alati maqluq yo'nqiriq o'g'ish bor ekan, u yo'nqiriq ishqa ishiltidi. Bu kichik yo'nliqmi? Shundoq, u yangi moda fasonga qadam qo'ydi. Uzun sho'ldir bo'lmasa, demak endi yana g'idiqlashdan asirmaydigan bo'ldimi? Bundan keyin u endi kichik yo'llikda qo'rqmaydigan bo'ldi. G'alati maqluq matematika atritidikilar qaltisish qildinglar. G'alati maqluq matematika bilimlari yozsin. O'yini tep chiqib, g'alaba qozondik. Biz o'lchamga munosabatli o'qimlarni o'rganib kichik bo'lgan. Xuddi menga o'xshash. O'tiral. Xuddi menga o'xshash. Yana cho'ngmi bor? Albatta menga o'xshash. Shunga albatta biz maqluqlarning usuli orqali olqish yang'irtaylik. Amiz 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematikani